بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى بأداد حمد صلواتlarimiz Payg'ambarimiz alayhissalomga durud va salovatlarimiz u zotga yaxshilik bilan ergashgan barcha mo'min musulmonlarga Alloh taoloning rahmati va mag'firati bo'lsin. Inshaalloh bugungi suhbatimiz dinimizda ziyorat odoblari mavzusida bo'ladi. Ziyorat bu arabcha so'z bo'lib, borib ko'rish ma'nosini bildiradi. Shu bilan birga tashrif, tabarruk joylarni ziyorat qilish uchun safar qilishlik ma'nolarini ham anglatadi. Ma'lumki, ziyoratning bir qancha turlari mavjud. Ular tabarruk bir joylarga borishlik, ota-onani ziyorat qilishlik, ustozlarni ziyorat qilishlik, qabristonni ziyorat qilishlik va shunga o'xshash bir qancha turlari mavjud. Imom Tabaroniy Ibn Umar radhiyallohu anhudan keltirgan rivoyatlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam safiru tasihhu va tusallimu deb marhamat qilganlar. Ya'ni safar qilinglar, salomat bo'lasizlar va salom beringlar deganlar. Kishi safar qilar ekan, oldinda ko'rmagan ko'p narsalarini, oldinda uchratmagan ko'p narsalarini uchratadi va bundan o'ziga bir qancha xulosalar, nasihatlar oladi. Qolaversa, bir joydan ikkinchi joyga borishda havo almashishlik, harakatning ko'pligi sabab insonda sog'ligi tiklanadi, yana yaxshilanadi. Shuning uchun ham Payg'ambar alayhissalom safar qilinglar, salomat bo'lasizlar va bir-birlaring bilan salom alik qilinglar deb marhamat qilyaptilar. Ajdodlarimiz ham azaldan safar qilishgan. Safarga chiqishni bir qancha sabablari bor. Bularning eng birinchisi va eng ulug'i ilm olishlik uchun safar qilishlik. Odob axloqni o'rganishlik uchun safar qilishlik. Ulug' insonlar bilan diydorlashishlik uchun safar qilishlik, rizq nasiba topishlik uchun safar qilishlik, tan sifatlikka erishish uchun safar qilishlik bor. Bularda bir qancha foydalar bor. Bundan tashqari safar qilgan odam musofir bo'ladi va musofirning duosi ijobat bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam salasu da'vati mustajabatun la shakka fihinna dedilar. 3 ta duo bor. Ularning ijobat bo'lishligida shak yo'q. Ulardan biri da'vatul musafir, ya'ni musofirning duosi dedilar. Shuning uchun safarda ko'plab yaxshiliklar bor ekan. Albatta, qilinadigan safar bir ezgu, biz yuqorida aytgan narsalar uchun bo'ladigan bo'lsa, albatta bu xayr bo'ladi, yaxshilik bo'ladi. Agar qabih narsalarda safar qilinadigan bo'lsa, o'g'irlik qilish uchunmi, buzg'unchilik qilish uchunmi yoki bundan yo boshqa yomon ishlarni qilishlik uchun safar qilinadigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan yomon safar va gunoh safar sanaladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis shariflarida aytadilarki: "Ma min xorijin yakhruju min baytihi illa bi babihi rayatan." Uydan chiquvchi kishini eshigi oldida ikkita bayroq bo'ladi dedilar. Har birimiz uydan chiqmoqchi bo'lsak, biror joyni bir safar qilishlik uchun, biror joyga borishlik uchun safar qilmoqchi bo'lsak, uydan chiqadigan bo'lsak, biz ko'rmaydigan ikkita bayroq uyimizning oldida bo'lar ekan. Payg'ambar alayhisalom aytibdilar: "Ra'yatun bi yadi malak va ra'yatun bi yadi shayton." Ulardan biri farishtaning qo'lida bir bayroq bo'ladi va shaytonning qo'lida bir bayroq bo'ladi dedilar. فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته. Agar bir banda Alloh taolo rozi bo'ladigan, Alloh taolo yaxshi ko'radigan narsa uchun chiqsa, farishta bayrog'i bilan unga ergashadi. Ya'ni uni hamrohi farishta bo'ladi. فلم يزل تحت رأية الملك حتى يرجع إلى بيته. Bu odam to'yinki shu safariga borib kelgunicha farishtani bayrog'i ostida bo'ladi, uni ham safari farishta bo'ladi,
farishta uni nima qiladi? Avaylab asrab borib keladi deydi. Va in xaraja lima yusqitulloha ittaba'ahu shayton bi ra'yatihi. Agar bir odam Allohning g'azabini keltiradigan ishga uydan chiqadigan bo'lsa, shayton o'zini bayrog'i bilan unga ergashadi. Falam yazal tahta ra'yati shayton hatta yarji'a ila bayti. U shaytonning bayrog'i ostida borib keladi, to'yinki o'sha chiqqanidan boshlab qaytib kelgunicha shayton unga hamrohlik qiladi deydilar Imom Ahmadning rivoyatlarida. Demak, bundan bir xulosa chiqaradigan bo'lsak, har bir odam yaxshi yo'lga, yaxshi niyatlarda ezgu ishlar uchun safar qiladigan bo'lsa, uni hamrohi farishta bo'ladi. Uni aksi bo'lib, yomonlikka, buzg'unchilikka chiqadigan bo'lsa, uni hamrohi shayton bo'ladi. Agarchi bu odam yaxshi ish qilyapman deb o'ylasa-da, ba'zi bir safarlarida, ammo safari yomon, Allohning nazdida Allohning g'azabini keltiradigan, uni norozi qiladigan safarlardan bo'lsa, bu narsalar shaytonni hamrohchiligida o'tadigan, Allohning g'azabini keltiradigan mana shunday yomon safarlardan bo'lar ekan. Endi biz yuqorida aytganimizdek, safar turlari bor. Ulug' joylarni ziyorat qilishlik. Jumladan bizni mana shu dunyoda eng ulug' joyimiz bu qayer? Haram-i Sharif bo'ladi. Ya'ni Makka-i Mukarrama, Madina-i Munawvarani ziyorat qilishlik eng ulug' joylardan sanaladi. Kishi u yerlarga ziyorat qilar ekan, Allohning fazli, Allohning marhamati bilan gunohlardan xuddiki onadan tug'ilgandek pokiza bo'lib vataniga qaytadi. Ammo mana shu safarlarda insonning niyati o'zgarar ekan, niyatiga riyokorlik, manmanlik yoki xo'ja ko'rsinga o'xshash narsalar aralashadigan bo'lsa, uni amallari xabata bo'lishligi, bekor bo'lishligi ehtimoldan xoli bo'lmaydi. Borgan kishi sanoqli kundan keyin, aytaylik 10 kundan keyin yoki 2 haftadan keyin uyimga qaytaman, buni g'animat bilayin deb imkon qadar vaqtini haramda o'tkazadigan bo'lsa, bu uning uchun faqat yaxshilik va foyda bo'ladi. Aksincha do'konma-do'kon yurib, yo'qdan buyoqqa aylanib bir dengizga cho'milib kelay deb boradigan bo'lsa, buni ham gunoh joyi yo'q. Bu ham muboh hisob oladi. Xuddi ovqatni yeb ichganday halol ovqatlarni yo o'tirib turganday muboh-u, lekin katta savoblardan kishi bemahra bo'ladi. Chunki Baytullohda o'qilingan namoz 100 ming namozdan yaxshiroq, Masjidun Nabaviyda o'qilgan namoz 1000 namozdan ko'ra yaxshiroq deb Payg'ambar alayhissalom marhamat qilganlar. Ammo mana shunday safarlardan keladigan kishilar dabdabavozlik qilib, poyondoz to'shatib yoki o'zida yo'q bo'lgan ulovlarni qator qilib, hammaga ko'z qilib, aeroportdan uyiga shunaqa bir dovdaskalar bilan keladigan bo'lsa, bu narsalar durust emas. Hozir endi balki tartibga tushganda sal oldinroq ko'chani boshidan gilamlar to'shalib, poyondozlar to'shalib, hattoki o'zimiz ko'rganimiz yosh bolalarni qadamlarini tagiga tashlab qo'yishibdi. Shu bolani ustidan bir hallab o'ting, xuddiki bir narsa bo'lib qoladigan. Bu narsalar nihoyatda yarashmaydigan, o'zimizda hozirgi tilga aytganda bachkana bo'lgan narsalar. Musulmon odam unday qilmaydi. Siz bor yo'g'i bir ziyoratni amalga oshiryapsiz. Hajga borsangiz bir farzni amalga oshiryapsiz. Xuddi 5 vaqt namozni bir vaqtini o'qiganday gap bu. Siz 5 vaqt namozni o'qiydigan bo'lsangiz, masjiddan chiqqanda ulovlarga minib yoki ko'chani boshdan poyondoz tashlatib, bunaqa narsalar qilmaymiz-ku. Xuddi shunday deb qabul qilish kerak. Bu Alloh nasib qildi, o'zimni bandaligimni bajaryapman, Allohim shuni qabul qilsin degan xavf va rajo, umidni o'rtasida bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh shu amallarimiz qabul bo'ladi. Chunki Alloh taolo bunday qilishlik, amallarni xabada qilishligi mumkinligi uchun ham oyat nozil qilgan. Muhammad surasining 33-oyatda Alloh taolo aytadiki: "Estaizu billah va la tubtilu a'malakum", amallaringizni botil qilmanglar deydi. Amalni botil qilishlik u amal edi.
bu savob edi, ammo banda shuni o'zi tomonidan ba'zi bir ishlarni qilib nima qiladi? Botil qilib yo'qqa chiqarib qo'yadi. Bu narsalarga bizni bilib, bilmasdan qilgan riyokorligimiz, xo'ja ko'rsin, falonchilar eshitsin degan narsalarimiz bu narsalarga sabab bo'ladi. Shuning uchun bir ihson qilamizmi ziyoratdan kelib, yoki shunga o'xshash bir narsalar qilamizmi, tadbirlar, imkon qadar dasturxonimizda beva bechoralar, qiylanganlar, mana shunday kishilar bo'ladigan bo'lsa, bu albatta yaxshi bo'ladi. Mana hukumatimiz tomonidan ham umra ziyoratlarini kvotalari olib tashlandi. Haj kvotalari 3 barobarga ko'paytirildi. Hozirda haj kvotasi 15 mingtaga chiqarildi. Oldin 5 ming edi, keyin 10 ming bo'ldi, mana hozir 15 ming bo'ldi, alhamdulillah. Hozirgacha haj umraga borib kelgan vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimizning soni 800 mingdan oshib ketdi. 800 ming, qarib 1 million odam aholimiz haj umra ziyoratlariga borib kelishdi, alhamdulillah. Ko'pchilikka bu narsa yaxshi ta'sir qildi. Hattoki umuman namoz o'qimay yuradigan odamlarimiz ham, hatto bir bemaza narsalarni qiladigan odamlarimiz ham bir borib kelganlaridan keyin tamomila boshqa odamga aylanib qolishyapti. Chunki payg'ambar alayhissalomdan boshlab to hozirgacha bir daqiqa ham u makonlardan ibodatlar uzilmagan. Bir daqiqa ham namozlar ham, Qur'on tilovatlari ham uzilmagan. Doimo u yerda Allohning nuri to'xtovsiz yog'ib turgan joylar. Va shunday ekan, kimda-kim boradigan bo'lsa, mana shu nurlardan, mana shu barokatlardan, shu yaxshiliklardan nasibador bo'lyapti. Va ularning hayotlarida bu narsa tubdan bir o'zgarishni nima qilyapti? Paydo qilyapti. Ziyoratlarning ikkinchi ulug'lari ota-onalarni ziyorat qilishlik. Ota-onani ziyorat qilishlik nihoyatda katta savobli ish. Agar farzandlar ota-onalardan ayro yashaydigan bo'lsalar, boshqa hovli qilib chiqqan bo'lsalar, bular g'animat bilishlari kerak. Hadislarni o'qib turib, ota-onamiz bo'lmaganligiga, ota-onamiz o'tib ketganligiga afsus qilyapmiz. Chunki shunchalik katta savoblar, shunchalik katta ajrlar bor ekanki, bunga faqatgina ota-onasi borlargina musharraf bo'ladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki: "Ma min waladin barrin yanzuru ila walidatihi nazrata rahmatin illa kana lahu bi kulli nazratin hajjatun mabrura." Solih farzand deyaptilar. Ota-onasiga mehr bilan qarasa, ota-onasiga shafqat bilan, rahm bilan, mehr bilan qaraydigan bo'lsa, Alloh unga har bir nazari evaziga bittadan mabrur hajni savobini yozadi dedilar. Mabrur haj degani bu maqbul haj degani. Maqbul haj degani shu odamning gunohi umuman yo'q degani. Xuddi chaqaloq tug'ilganda qanday begunoh bo'lsa shunday bo'ldi degani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah" dedilar. Hajji mabrurni bittagina mukofoti bor, boshqa mukofoti yo'q dedilar. U ham bo'lsa jannatdir. Endi solih farzand o'zini ota-onasiga shafqat bilan, mehr bilan qaraydigan bo'lsa, Alloh taolo unga mana shu qarashi bitta nazarini evaziga bittadan mabrur hajni savobini yozadi dedilar. Qalu va in nadara ilayha kull yawmin 100 marra qala na'am Allohu akbar va atyab. Sahobalar so'rashdiki: "Ya Rasululloh, agar shu farzand bir kunda 100 marta qarasa hammi?" dedi. 100 marta mehr bilan qarasa hammi deganda payg'ambar alayhissalom aytdilarki: "Ha" dedilar. Alloh bundan ulug'roq va yaxshiroqdir. Ya'ni Alloh taolo bundan ulug'roq 100 ta berish nima bo'pti Allohga? Kerak bo'lsa undan ko'pini beradi. Va bundan ulug'roq Alloh taolo nihoyatda saxovatli bo'lgan zot. Bersa hech narsa kelmaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan quyidagi hadis ham hozirgi hadisni quvvatlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Agar ota farzandiga qarab xursand bo'lsa, ya'ni ota u sababli xursand bo'lsa, farzandi itoatli ekan, yaxshi o'qir ekan, ibodatli ekan, otangga rahmat deydigan gaplarni olib keladigan farzand ekan.
Allohga shukr, mana shunday farzandim bor-da deb havas bilan o'zini farzandlariga qarasa, farzand bir qulni ozod qilganchalik savobga ega bo'ladi dedilar. Ya'ni bir qulni ozod qilishlikka qancha ajr bo'lsa, Alloh taolo farzand shunday bo'lganligi uchun farzandiga shuncha ajr berar ekan. Shunda sahobalar so'rashdiki, "Ya Rasululloh, agar 360 marta qarasa ham hamma" dedilar. 360 nima? 360 degani 1 yil degani. 360 marta bir kunda qarasa ham 360 ta qulni ozod qilgan bo'ladimi deganda, Payg'ambar alayhissalom Alloh o'sha narsadan ulug'dir dedilar. Alloh bundan ulug'. Ya'ni ulamolar mana shu ikki rivoyatdagi Alloh o'sha narsadan ulug'dir jumlasini izohlab aytadilarki, Allohning fazli karami, mulki benihoyat ko'pki, undan qancha bersa hech narsa kamaymaydi. Boshqa hadis sharifda keladi, Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, dunyoda oldingi yu keyingilar, erkak va ayollar, yoshi qori hammalari bir tepalikka jam bo'lsalar, milliardlagan odam bo'ladi. Hammalari o'zlarini hojatlarini Allohdan so'rasalar, nima hojati bor? Kasali bormi, sog'i bormi, boyligi bormi, yoki ziyorati bormi, nima bo'lsa hammasini so'rasin. Alloh taolo hammasini bersin. Shunda deydilar, xuddiki Allohning mulkidan dengizga bir ignani tiqqaningizda ko'tarsangiz nimani olasiz? Namlanganini olasiz. Allohning mulkidan shu narsa kamayadi. Demak, hech narsa kamaymaydi deydilar. Alloh taolo bandalariga bir kunda 100 ta hajni nimasini beryapti? Savobini beryaptimi? 360 ta qulni ozod qilganlik savobini beryaptimi? Yo'inki benihoya bo'lgan katta jannatlarni beryaptimi? Allohning mulkidan hech narsa kamaymaydi. Alloh nihoyatda qudratli bo'lgan zot. Ammo bu dunyoda nimaga odam ba'zi bir narsalarga yetishadi, ba'zi bir narsalarga erishadi. Alloh bersa bo'lmaydimi? Desa yo'q. Bu dunyo imtihon dunyo. Mana shu dunyoda shu imtihonlarga shukr qilib, shu imtihonlarga sabr qilib, Allohning taqdiriga rozi bo'lib o'tgan bandalarni Alloh taolo mukofotlaydi. Bu dunyoda ham quruq qoldirmaydi. Hech kim ochlikdan yoki hech kim boshqa bir narsadan vafot etib ketayotgan joyi yo'q. Rizq nasibasini to'laligicha oladi va undan keyin vaqt soati yetganda vafot qiladi. Bu narsalar Alloh taologa bandani yaxshi yaqinlashtiradigan narsalar. Kasallik bo'lsin, yetishmovchilik bo'lsin, yoki undan boshqa muhtojliklar bo'lsin, biz bandalardan ko'ramiz, ulardan bo'lmagandan keyin yana ey Alloh o'zing borsan-ku deb Xudoga nima qilamiz? Suyanamiz. Bu narsalar bizni Allohga yaqinlashtiradigan narsalar bo'ladi. Shuning uchun ham ota-onalarning qadriga yetib, ularning xizmatlarini qilib, duolarini olib yurishlik har bir ota-onasi bor bo'lgan farzandlar uchun g'animat. Ota-onasi yo'qlar endi ularning nomidan yaxshilik qilsin, mana shu ajrlar ularga boradi. Chunki Alloh taolo o'zini aytganini qilgan bandalari bilan birga bo'ladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan rivoyatda Abu Bakr radhiyallohu anhu aytib beryaptilar voqeani. Payg'ambar alayhissalom bilan Madina Munawvaraga hijrat qilganlarida mushriklar kimdaki Muhammadni tirigi yoki o'ligini keltirsa, yoki u haqda xabar keltirsa, 100 ta tuyani va'da qilishgan edi. 100 ta tuya hozirgi kunimizda 100 ta yengil mashina. Hamma mushriklar chiqdi. Mana shu mukofotni ilinjida. Shunda Savr g'orida ular bekinib turganlarida mushriklar nima qildi? G'orning og'ziga kelishdi. Shu haqida Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytayaptilarki, hikoya qilib, "Nazartu ila aqdamil mushrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghar. فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه." Qarasam, mushriklarning qadamlari bizni boshlarimiz ustida turgan edi. Ya'ni g'orning og'ziga kelib qarab turibdi. Biz g'orda edik. Shunda aytdimki, "Ya Rasululloh,
agar ulardan birlari shunday qaraganlarida edi, oyoq ostiga qaraganda edi, bizni ko'rgan bo'lardi. Lekin kirmadi-ya. O'sha tortanaguya, ya'ni kaptar turganligi, bu yerga hech kim kirmagan deb qaytib ketishliklariga sabab bo'ldi. Shunday qaraganda ular ko'rgan bo'lardi. Bundan taajjublanib men payg'ambar alayhissalomga buni aytganimda nima dedilar? Ya Abu Bakr, ey Abu Bakr, ma zannuka bi isnaynillahu salisuhuma, uchinchisi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida gumoningiz nima dedi. Ya'ni bular ikkita edi, payg'ambar alayhissalom va Abu Bakr. Uchinchisi Alloh bo'lsa yana siz nimadan qo'rqasiz? Yana nima gumoningiz bor degan ekan. Demak, banda Alloh taoloning itoatida bo'lar ekan, uni yonida doimo Alloh taoloning o'zi bo'ladi. Shuning uchun ham biz ota-onalarimizni rozi qiladigan bo'lsak, Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qiladigan bo'lsak, Alloh taolo va uni muqarrab farishtalari bizlar bilan birga bo'ladi. Agar uni aksi bo'ladigan bo'lsa, shayton va uni bayrog'i biz bilan birga bo'ladi, Alloh saqlasin. Uchinchisi, ustozlarni ziyoratlari. Ma'lumki, har bir sohada kishilarning ustozi bor. Bu dehqon bo'ladimi, tadbirkor bo'ladimi, usta bo'ladimi, olim bo'ladimi, albatta ularning ustozi bor. Kishi ertaga o'zi alohida mustaqil bo'lgandan keyin ustozlarni unutib qo'ymasligi kerak. Bularni hamisha hollaridan xabar olib turishlik kerak. Chunki payg'ambar alayhissalom aytadilarki, innalloha va malaikatahu va ahlas samawati val ardin hatta an-namlata fi juhriha va hatta al-huta la yusalluna ala mualliman nasil khayra. Albatta Alloh taolo uni farishtalari, osmonlar va yerdagi zotlar, hatto inidagi chumoli, dengizdagi baliqlar ham insonlarga yaxshilikni o'rgatgan kishiga salovat aytib turadi, istig'for aytib turadi deydilar. Paxsachini oling. Paxsa urishni o'rgatyapti. Insonlarga yaxshilikmi? Insonlar u qurgan uyda ichiga kirib, rohatlanib yashaydi. Etikni o'zida oling. Batinkalarimizni tuzatib beryapti. Insonlar u odam qilgan xizmatdan nima qilyapti? Bahramand bo'lyapti. Doktorlarni oling yoki olimlarni oling. Kimni olmanki, ustoz bo'ladigan kishilar bo'lsa, bular insonlarga yaxshilik o'rgatadigan kishilar. Alloh taoloning o'zi, farishtalari va yer va osmondagi barcha maxluqotlar, inidagi chumoli, dengizdagi baliqlargacha ularning haqlariga istig'for aytib turadi. Mana shunday yaxshi kishilarni ziyorat qilmasdan yana biz kimni ziyorat qilishimiz mumkin? Albatta ularni ziyorat qilish kerak. Qolaversa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olim kishilar bilan olim bo'lmagan kishilarning darajasi bir-biridan juda ham katta farq qilishligini aytganlar. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum deganlar Imom Termiziydan qilingan rivoyatda. Ya'ni olimni obiddan ustunligi xuddi meni sizlardan eng quyi darajadagi kishidan ustunligim kabi deganlar. Payg'ambar bilan eng oddiy odamning darajasi qancha bo'lsa, olim bilan oddiy musulmonni, ibodat qiladigan musulmonning darajasi mana shunday bo'ladi. Shuning uchun olimlarimizni hozirgi kunda esi yo'q ba'zi bir odamlarga o'xshab obro'sini to'kib, uydi deb josuslik qilmasdan, olimni senga Allohning oyatini, payg'ambar alayhissalomning sunnatlarini yetkazyaptimi? Bo'ldi. Shu senga kifoya. Agar uni gunohi bo'lsa, kamchiligi bo'lsa, uni hisob kitobini Allohning o'zi qiladi. Sen qilmaysan. Bu dunyoda ham sendan so'ralmaydi u narsa, qabrda ham so'ralmaydi, oxiratda ham so'ralmaydi. O'zingga keraksiz bo'lgan narsalarga aralashishlik bu insonni nima qiladi? Tubanlashtiradi. Imom Buxoriyda Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom shunday dedilar: sizlardan oldin o'tgan qavmlarning ichida bir odam bor edi. U 99 ta odamni o'ldirgan edi. Ya'ni qotil edi. Shunda tavba qilgisi keldida, eng olim odam kim deydi deb so'radi. Uni bir rohibni oldiga jo'natishdi. Ha, o'sha falonchi rohibga borsang,
seni savolingga javob beradi deyishdi. Rohibni oldiga bordi. Men 99 ta odamni o'ldirdim. Tavba qilmoqchiman. Tavbamni Alloh qabul qiladimi, yo'qmi dedi. Rohib qarab turdi-da, qabul qilmaydi dedi. Chunki bitta odamni o'ldirishlik butun dunyoni o'ldirishga teng. Sen 99 ta odamni o'ldiribsan, Alloh qabul qilmaydi buni dedi. Bo'lmasa 100 ta bo'la olmaysan dedi-da, rohibni ham o'ldirdi. Keyin yana so'radiki, qayerda olimroq odam bor? Men shu savolimga javob topsam deb so'radi. Odamlar falon joyda dedi, bir olim bor. Shuni oldiga borgin, shu savolingga javob beradi. U olimni oldiga nima qildi? Bordi. Bu odamni oldiga borganda, men dedi 100 ta odamni o'ldirdim. Alloh tavbamni qabul qiladimi dedi. Shunda olim aytdiki, tavbangni nima qabul qilmaydi? Alloh bilan seni orangga kim tushar edi? Albatta qabul qiladi dedi. Albatta tavba qilgin, Alloh tavbangni qabul qiladi. Chunki payg'ambar alayhisalom nima deganlar? To'yinki g'arg'ara, o'lim g'arg'arasi kelmagunicha tavba eshiklari ochiq bo'ladi, Alloh taolo bandalarining tavbalarini qabul qiladi deganlar. Keyin olim aytdiki, sen dedi bu joydan ko'chib ketgin. Falon joyda Allohga ibodat qiladigan kishilar yashaydi, shu yerga ketgin dedi. Bu joy senga yaxshi joy emas ekan, yomon odamlar bor ekan, ular bilan yashamagin dedi. Bu odam sidqi dildan tavba qildi va hayotini o'zgartirishlik uchun, yaxshi odamlar bilan yaxshi bo'lib yashashlik uchun ularni oldiga qarab yo'lga tushdi. Ittifoqo vaqt soati yetgan edi, o'lim farishtasi keldi, uni jonini oldi. Shunda bir tomondan rahmat farishtalari, bir tomondan azob farishtalari kelib, uni men olaman deb tortishib qolishdi. Azob farishtalari aytdiki, bu dedi, hayotida bir yaxshi ish qilgani yo'q. Ishi faqat odam o'ldirish bo'lgan, jinoyat bo'lgan. Buni biz olamiz, jahannamga olib ketamiz deydi. Rahmat farishtalari aytdiki, bu tavba qildi. Tavba qilib ham endi yaxshi bo'lishlik uchun yaxshi joyga ketayotgan edi. Buni biz olamiz deydi. Ekallalari shunday tortishib turgan paytlarida Alloh taolo bir farishtani odam suratida ularning huzuriga yubordi. Va aytdiki, masofalar o'lchansin. Yaxshilar tomonida masofa ko'proq bo'lsa, u rahmat farishtalarininki. Yomonlar tomonidagi masofasi ko'proq bo'lsa, u azob farishtasiniki bo'lsin dedi. O'lchab ko'rishganida yaxshi odamlar tomonidagi masofasi ko'proq ekan, uni rahmat farishtalari olishdi. Imom Buxoriyda bu hadis bor. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu uni rivoyat qilganlar. Biz aytganmiz, o'tganlarning qissalarida bizda ibrat bor. Biz tarixni bu qachon bo'lgan ekan, falon yildamikan, miloddan oldinmikan, bu bizga kerak emas. Bizdan oldingi bo'lganlarni qissalaridan biz ibrat olaylik. Eng yaramas odam bo'lsa ham noumid bo'lmasin. Wala taqnatu min rahmatillah. Allohning rahmatidan umidlaringni uzmanglar. Allohning rahmatidan faqatgina shayton umidini uzadi. Alloh taologa oson. Alloh taolo kechiraman desa bandasini kechiraveradi. Tavba qilsa bo'ldi. 4-inchisi bemorlarni ziyorat qilishlik. Bemorni ziyorat qilish haqida Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Ma min muslimin ya'udu musliman g'udbatan illa salla alayhi 70,000 malakin hatta yumsiya." Quloqlarimizga osib olaylik buni. Tekin savoblar berilyapti. Bir odam bir bemorni ko'rishlik uchun kunduz kuni yo'lga chiqsa, bir kasalni ko'raman dedingiz, chiqdingiz. Ana shunda ertalab ko'rishga boradigan bo'lsangiz, kechqurungacha 70,000 ta farishta sizni haqqingizga salovat aytib turadi. Allohumma solli ala deb fulanin deb salovat aytib turadi. Allohim falonchini rahmatingga olgin, Allohim falonchini gunohini kechirgin, Allohim falonchini mag'firat qilgin deb salovat aytib turadi. 70,000 farishta kechgacha salovat aytadi.
وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. agar kechasi chiqadigan bo'lsa, to tong otgunicha 70 ta farishta unga salovat aytib turadi va Alloh taolo unga jannatdan bir bog'ni yaratadi dedilar. Imom Termiziyning rivoyatlari. Bir marta kasalni ko'raylik, kunduz kun borib kelaylik, bir kunda bir marta. 70 ming farishta to'xtovsiz kechgacha sizga salovat aytadi. Kechasi borib qo'yaylik, 70 ming farishta ertalabgacha bizga salovat aytadi. Bizda odatda, urfimizda kechasi kasal borib ko'rilmaydi. Bezovta qilmaylik. Agar bezovta bo'linmaydigan bo'lsa, kechasi ko'rsa ham bo'ladi. Bizni hayotimizdagi bid'atlar bizni mana shunday nimalardan, savoblardan bebahra qiladi. Chorshanba kun kasal ko'rib bo'lmaydi. Chorshanba kun kasal ko'rishga borsang, menga o'lim tilabdi degan gaplar bor. Ko'proq ayollarimiz orasida gap bor, tarqalgan. Afsuski, ustozi ayol bo'lgan erkaklarimiz ham shu gaplarni ko'tarib yurishadi. Bu yo'q narsa. Chorshanba kun borasizmi, payshanba kun borasizmi, qachon imkon bo'lsa, kasal ko'rishga boravering, savob bo'ladi. Bemorlarni ziyorat qilishlik bu bir qancha nimalari bor, fazilatlari, yaxshiliklari bor. Nafaqat musulmon, balki musulmon bo'lmagan qo'shningiz bo'lsa, musulmon bo'lmagan ishchingiz bo'lsa, musulmon bo'lmagan bir yaqiningiz bo'lsa, ularni ham ziyorat qilishlik, hollaridan xabar olishlik bu savob bo'ladi. أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. Payg'ambar alayhissalomni bir yahudi xizmatkorlari bor edi. Shu kasal bo'lib qolganda Payg'ambar alayhissalom uni ko'rishlik uchun keladi. Va bolaga qarab aslim deydilar. Islomni qabul qilgin ey bola deydilar. فنظر إلى أبيه وهو جالس عند رأسه. Shunda bola bosh tomonida o'tirgan otasiga qaraydi. Nima qilay deganda. Otasi aytadiki, "Ati Abul Qosim, Abu Qosimga itoat qilgin, Abu Qosimning aytganini qilgin" deydi. Ya'ni Payg'ambar alayhissalomni aytadi. Shunda u bola islomni qabul qiladi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb musulmon bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom uni huzuridan chiqadilarda, "Alhamdulillahillazi anqadahu minan nar" dedilar. Allohga hamdlar bo'lsin, buni do'zaxdan qutqardi, buni do'zaxdan najot berdi dedilar. Musulmon odamni ziyoratida yaxshilik bor. Birinchi yaxshilik o'zingizga, kasal ko'rganingiz uchun, Payg'ambar alayhissalomning aytganlarini qilganingiz uchun, Payg'ambar alayhissalomning bitta sunnatlarini ihyo qilganingiz uchun. Ikkinchidan, agar kasalni qalbiga Alloh taolo solgan bo'lsa, g'ayriddin bo'lsa, u musulmon bo'lishligi yaqin bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom kasallarni oldiga borganda, ularni ziyorat qilib duolarni olishlikni buyurganlar. Kasalni duosi ijobat bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, "Udul mardo, kasallaringni borib ko'ringlar, va muruhum falyad'u lakum." Ulardan duo so'ranglar, sizlarni duo qilsinlar. Fa inna da'vatal mariz mustajabatun. Albatta, mariz kasalni duosi ijobatdir. Va dambahu maghfurun. Va uni gunohi kechirilgandir dedilar. Kasalni duosi ijobat, uni gunohi kechirilgan. Nimaga? Chunki musulmonga bir tikan kirsa nima bo'lardi? Gunoh to'kilar edi. Kasal u azob chekib yotibdi. Gunohlari kechirilib ketadi uni, gunohlari to'kilib ketadi. U Alloh bilan o'zi qolyapti. Kunduz kun aqli ayoli, ziyoratchilar bo'lsa ham kechasi bir qolib ketyapti. Hamma uxlayapti, u uxlamayapti. Ey Allohim, shifo bergin deb yotibdi. Shuning uchun bunday kasallarning duosini olishlik kerak bo'ladi. Beshinchisi, qabristonlarni ziyorat qilish. Payg'ambarimiz alayhissalom "Zurul qubur fa innaha tudakkirukumul akhirah" dedilar. Ibn Mojadan qilingan rivoyatda. Qabrlarni ziyorat qilinglar, ular sizlarga oxiratni eslatadi. Demak, qabrni ziyorat qilishdan ko'zlangan maqsad biz rosa to'lib, toshib, qornlarimiz to'yib ketganda bir boraylik. Qancha qorni to'qlar yotibdi.
qancha boylar yotibdi, qancha yalangoyoqlar yotibdi, qancha go'zal yuzlar tuproqqa belanib yotibdi. Biz ham shularni bilamiz. Chunki qabriston nafs o'zini egasini vasvasa qila olmaydigan birdan bir makon qabriston bo'ladi. Chunki u yerda nafs sizni vasvasa qila olmaydi. Nima deb vasvasa qiladi? Senga kattakon o'zingdan ham katta bo'lgan tosh qo'yamiz deydi. Nima deydi? Ertaga kelasan deydi. Bu qabrlarning usti chiroylidir, usti har xildir, lekin tagi bir xil. Payg'ambar alayhissalom borib turinglar, qabrlarni ziyorat qilinglar, sizlarga oxiratni eslatadi deyaptilar. Bu hadisdan musulmon odam yana shuni bilish kerakki, qabriston oxiratni eslatish kerak. Qabriston bizga muzeyni eslatmasligi kerak. Qabriston bizga suratlar galereyasini eslatmasligi kerak. Qabriston qabrga o'xshab turishi kerak. Bir do'mpak ustida o't o'sib tursin. Juda bo'lmasa, belgilikka loyiq bo'lgan kichkina bir toshcha turgan bo'lsin. Rasmimiz u, gullar u, she'rlar u, nima kerak bu narsalar? Hattoki fiqh kitoblarimizda qabrni og'zini bilasiz, shunday kichkinagina odam sig'adigan teshik bo'ladi, lahatga kiradigan. Shuni pishgan g'ish bilan, yog'och bilan yoki boshqa bir tiriklarga kerak narsa bilan yopsak bo'ladimi deganda yo'q deydi ulamor. Tiriklarga foydasi tegadigan narsani o'liklarga ishlatilmaydi deydi. Shuning uchun ham kafanlarimiz eng arzon bo'lgan matodan bo'ladi. Oddiy surtdan bo'ladi. Nima uchun ipakka o'ramaydi? Zarli chopon bilan ko'mmaydi boylarimizni. Nimaga temirdan eshik qildirmaymiz qabrlarimizga? Biz pastda g'ishtni ishlatmayapmiz-u, ustida bir moshin g'ishtni puliga teng keladigan marmarlarni ishlatyapmiz. Bu durust emas musulmonlar. Durust emas. Yana hozir bir narsalar chiqdi. Sun'iy gazonni ustiga yopib qo'yapti. Borganingizda shunday chiroyli ko'zlar quvnaydi. Bizning ko'zimiz quvnayapti. Vaholanki o'likka uni bir tiyinlik foydasi yo'q. Vafot qilgan kishiga bir maysa o'sib tursa, shu maysa tasbih aytadi. Tasbihidan mayyitning azobi yengillashadi dedilar Payg'ambar alayhisalom. Bir qabrning oldidan o'tdilar. Qabrdagi odam ikkita qabrning oldidan o'tdilar. Ikkalasi ham juda ham qattiq azoblanyapti. Lekin ular shu qilgan amallari, ya'ni azoblanayotgan amallarini unchalik katta azobga sabab bo'ladi deb o'ylashmagan. Birinchisi chaqinchi edi. Hammani gapini chaqib yurar edi. Ikkinchisi bavliga beparvo edi. Hamma yoqqa tomizib mana shu qilib yurardi. Va xurmo shoxini keltiringlar dedilar, qo'l novdasini. Shunda ikkiga bo'lib, ikkita qabrning ustiga qadab qo'ydilar. Shoyatki shundagi namlik hayot tugagunicha bular tasbih aytadi va bunga azobi yengillashib tursa dedilar. Sun'iy gazonni qo'yapti, juda chiroyli. Agar shuni o'rnida o't bo'lganda yaxshi bo'lardi. Sun'iy gazon qo'yilgandan keyin tagiga hech narsa o'smaydi uni. Qo'ying, ochib qo'ying. Siz sug'ormasangiz ham bitta ikki tomchi yomg'ir tushib, mana shundan nima bo'lsin, bir narsa maysa bo'lib chiqsin. Mana qabristondagi toshlarga qaranglar. 500 yillik toshlar mana shular, 400 yillik toshlar. O'rtasi nima qilingan? Hovuzcha qilingan. Nima uchun? Allohning rahmati bo'lgan yomg'irlar tushadi. Shu rahmat shu yerda saqlanib qolsin, qurib ketmasin. Nimadir pashshamidi, hasharotmidir, shundan suv ichsin. Har nimani shundan bo'lsa ham bir mayyitga foydasi tegsin degan ma'noda shunaqa ishlarni qilishgan. Biz qabrni og'zini g'ish bilan yopmaymiz, guvala topib kelib yopamiz u ustiga undan katta xarajatlarni qilamiz. Bu yaxshi emas. Qabristonda borganda mayyitlarga salom berishlik, ularni haqlariga duo qilishlik kerak. Payg'ambarlarni, Payg'ambar alayhissalomni, solih insonlarni qabrlarini ziyorat qilishlik bu yaxshi narsa.
Endi shu qabristonlarda ovqat yeyishlik, ichimlik ichishlik, kulishlik, ko'p gapirishlik bu makruh bo'lgan narsa. Janozaga borganlar esdan chiqarmaydi. Siz tiriksiz. Tilingiz aylanib turibdi, bugun kulyapsiz, boshqa qilyapsiz. Bu beodoblik bo'ladi, chunki ikkinchi odam kuyib turibdi hozir. Eng yaqinini tuproqqa qo'yapti. Qabriston kuladigan, sigaret chekib, tutatadigan yoki boshqa narsa qiladigan joy emas. Ozgina saqlab turing, 20 minutdan keyin chiqasiz. Boshqa o'sha kulasizmi, boshqa narsa qilasizmi, tashqariga qilasiz. Qabrga qanday salom beriladi? Qabrga iloji bo'lsa, qibla tomondan kelib, mayyitga yuzlanib, assalomu alaykum ahlad diyari minal mu'minina val muslimin. Inna inshaallohu bikum lahiqun. Nas'alulloha lana va lakumul afiyat. Ya'ni ey qabr ahllari, ey qabriston diyoridagi mo'min musulmonlar, sizlarga salom bo'lsin. Albatta bizlar ham inshaalloh sizni ortingizdan yetishib olamiz sizlarga. O'zimiz uchun ham, sizlar uchun ham Allohdan ofiyat so'raymiz, salomatlik so'raymiz deb salom beradi. Va qiblaga qarab duo qilinadi. Agar qiblaga qarab duo qilishda iloji bo'lmasa, qabrga yuzlangan holatda duo qilinadi. Qabrga borganda ma'lum bir suralarni o'qisin degan joyi yo'q. Kim nimani bilsa shuni o'qiydi. Ammo ba'zi bir suralarni nima qiladi? Ulug'larimiz o'qisa yaxshi deydilar. Yosin surasini, Taborak surasini, Ixlos surasini, Birobbil Falaq surasini, Birobbin Nas suralarini o'qishlik bu yaxshi, mustahab deydilar. Tobutni va qabrni o'qishlik, silab yuziga surtishlik bu makruh. Qanchalik ulug' odam bo'lmasin, uni tobuti o'pilmaydi, qabri silanib yuzga tavof qilinmaydi. Imom Rabboniy rahmatulloh alayh o'zlarining maktubot kitoblarida shunday deydilar. Barzax olami, barzax degani mana shu hayot bilan oxirat hayotini o'rtasidagi hayot, ya'ni qabr hayoti. Qabrning ichida ham hayot bor. Mana shu barzax hayoti bu shaksiz musulmonlar uchun ulkan ne'mat deydilar. Nima uchun? Chunki kishi qabrga kirar ekan, uni amallari hisob-kitob qilib tugaydi. Uni boshqa amali yo'q. Shunda mu'min musulmonlar tomonidan qilingan duoi fotihalar, Qur'on tilovatlari, yaxshi ishlarni savobini ularga hadya qilinishligi bularni darajasini ko'taraveradi. Bu narsaga faqatgina musulmonlar ega bo'ladi. Musulmon bo'lmagan kishilarga bu duolardan hech qanday nasiba bo'lmaydi deydilar. Shuning uchun doimo o'tganlarimizni duolarimizda eslab turadigan bo'lsak, ularni savoblari ko'payishligiga biz o'zimizni hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.